agar uyingizga elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi yoki uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiya kelgan bo'lsa, uni darhol to'lashga shoshilmang. Chunki ayrim fuqarolarda bu to'lovlar bo'yicha imtiyoz. Subsidiya yoki ibich foizgacha kompensatsiya olish huquqi bor. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar to'lashi kerak? Kimlar to'lamasdan avval tekshirtirish kerak? Qaysi olti kvitansiya bo'yicha kompensatsiya talab qilish mumkin? Va eng muhimi, pulingizni yo'qotmaslik uchun qayerga murojaat qilasiz? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki ko'pchilik odamlar imtiyozi borligini bilmaydi. Kvitansiyani ko'radi, qarzdor bo'lib qolishdan qo'rqadi va oxirgi pulini ham to'lab yuboradi. Keyin esa kompensatsiya olish qiyinlashadi yoki ortiqcha ovora bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men bunday amaliy, odamlarning pulini tejaydigan mavzularni doim tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilikda bitta tushuncha bor edi. Kvitansiya keldimi? Demak to'lash kerak. Elektr energiyasi uchun alohida, tabiiy gaz uchun alohida, ichimlik suvi uchun alohida, issiq suv yoki isitish uchun alohida, chiqindi uchun alohida, ko'p qavatli uyda yashaydiganlar uchun esa uy-joy ekspluatatsiyasi. Ya'ni shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi xizmatlari uchun yana alohida to'lov kelardi. Odamlar bu summalarni tekshirmasdan to'lab kelgan. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Davlat ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirgan. Kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz keksalar, ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolar. Ayrim hududlarda og'ir ijtimoiy ahvoldagi xonadonlar uchun kommunal xizmatlar bo'yicha yordam mexanizmlari mavjud. Bu yordam hamma joyda bir xil ko'rinishda bo'lmasligi mumkin. Ba'zida pul shaklida kompensatsiya beriladi. Ba'zida qarzdorlikning bir qismi qoplanadi. Ba'zida belgilangan limit doirasida to'lov kamaytiriladi. Ba'zida esa mahalla orqali moddiy yordam ajratiladi. Eng muhim nuqta shuki, siz kvitansiyani ko'rib, avtomatik tarzda men albatta to'lashim shart deb o'ylamasligingiz kerak. Avval o'zingizning maqomingizni tekshiring. Siz ijtimoiy himoyaga muhtoj oilamisiz? Ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganmisiz? Oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Uyda yolg'iz pensioner yashaydimi? Boquvchisini yo'qotgan bolalar bormi? Daromadingiz rasmiy mezonlardan pastmi? Agar shunday bo'lsa, bu old turdagi kvitansiya bo'yicha imtiyoz yoki kompensatsiya masalasini ko'tarishga haqlisiz. Birinchi kvitansiya elektr energiyasi uchun to'lov. Bugungi kunda har bir xonadon elektrsiz yashay olmaydi. Sovutgich, chiroq, kir yuvish mashinasi, telefon zaryadlash, televizor, ba'zida elektr plita yoki isitgich ham elektrga bog'liq. Kvitansiyada 900 ming, 100 ming, 300 ming so'm chiqishi mumkin. Agar oila daromadi past bo'lsa, bu juda katta yuk. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 4 kishilik oilani olaylik. Otaning daromadi 2 million 200 ming so'm, ona ishlamaydi. 2 nafar bola maktabda o'qiydi. Qishda elektr isitgich ishlatilgani uchun oyiga 2 ming so'm elektr to'lov kelgan. Bu oila agar ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lsa yoki kam ta'minlangan deb topilgan bo'lsa, ular elektr uchun yordam so'rashga haqli. Bu umuman to'lamayman degani emas. Lekin belgilangan tartibda kompensatsiya yoki moddiy yordam olish mumkin. Eng katta xato bunday oila biror joyga murojaat qilmasdan qarz bo'lib qolmaslik uchun qarindoshidan qarz olib to'lab yuboradi. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz uchun. Gaz bo'yicha to'lovlar ayniqsa qish oylarida ko'payadi. Xonadon isitiladi, ovqat qilinadi, suv qaynatiladi. Ba'zi uylar markaziy isitishga ulanmagan, butun isitish gazga bog'liq. Natijada gaz kvitansiyasi 200 ming, 500 ming, hatto undan yuqori chiqishi mumkin. Misol uchun bir qishloqda 7 ming yoshli yolg'iz ona yashaydi. Pensiyasi bor, lekin o'g'li yoki qizi bilan birga yashamaydi. Uy eski. Issiqlik yaxshi saqlanmaydi. Gaz ko'p sarflanadi. Kvitansiyada 420 ming so'm chiqdi. Bunday holatda u ayol, men pensionerman, baribir to'lashim kerak deb jim o'tirmaslik kerak. Mahallaga ijtimoiy xodimga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, holatini tushuntirish kerak. Agar u yolg'iz keksalar ro'yxatida bo'lsa yoki ijtimoiy yordamga muhtoj deb topilsa, gaz to'lovi bo'yicha kompensatsiya yoki yordam ajratilishi mumkin. Uchinchi kvitansiya ichimlik suvi va kanalizatsiya uchun. Ko'pchilik bu summalar kichik deb o'ylaydi, lekin oyma-oy yig'ilsa katta pul bo'ladi. Ayniqsa hisoblagich noto'g'ri ishlasa, xonadonda odam soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki eski qarzdorlik qo'shib yozilgan bo'lsa, kvitansiya shishib ketadi. Masalan, xonadonda aslida 3 kishi yashaydi.
Lekin hisob-kitobda 6 kishi ro'yxatda turibdi. Natijada suv uchun 2 barobar ko'p to'lov keladi. Bu yerda imtiyozdan tashqari hisob-kitobni to'g'rilash masalasi ham bor. Men ko'p ko'rgan holat, odamlar kvitansiyada shunaqa yozilibdi-ku deb to'lab yuradi. Yo'q, kvitansiya xato bo'lishi mumkin. Siz suv ta'minoti korxonasiga borib, ro'yxatda nechta iste'molchi ko'rsatilganini, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'ri kiritilganini, eski qarz qayerdan chiqqanini tekshirtirishingiz kerak. 4-chi kvitansiya issiqlik, ya'ni markaziy isitish va issiq suv uchun. Ko'p qavatli uylarda bu eng bahsli masalalardan biri. Odamlar ko'pincha shunday deydi: "Batareyam iliq ham bo'lmaydi, lekin to'lov keladi." Yoki issiq suv haftada 2 marta keladi, lekin to'liq oy uchun hisoblashadi. Bu holatda ham ko'r-ko'rona to'lash to'g'ri emas. Agar xizmat sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, siz dalolatnoma tuzdirishga haqlisiz. Masalan, isitish mavsumida xonadoningizdagi harorat belgilangan me'yordan past bo'lsa, boshqaruv kompaniyasi, issiqlik ta'minoti korxonasi yoki tegishli tashkilot vakilini chaqirib o'lchov qildiring. Dalolatnoma bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish ancha oson bo'ladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar esa bundan tashqari issiqlik to'lovi bo'yicha ham kompensatsiya so'rashi mumkin. 5-chi kvitansiya chiqindi olib chiqish xizmati uchun bu summa ham ko'pchilikka mayda ko'rinadi. Lekin oilada 5-6 kishi bo'lsa, yilda sezilarli mablag' chiqadi. Bu yerda 2 masala bor. Birinchisi, odam soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ayrim ijtimoiy toifadagi fuqarolar uchun mahalliy darajada yordam ajratilishi mumkin. Masalan, xonadonda 1 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 4 kishi bo'yicha chiqindi to'lovi hisoblanmoqda. Bunday vaziyatda avval ma'lumotlarni to'g'rilash kerak. Yana bir misol, nogironligi bo'lgan farzandini parvarishlayotgan ona ishlay olmaydi. Oilaning asosiy daromadi nafaqa. Chiqindi to'lovi katta bo'lmasa ham elektr, gaz, suv bilan qo'shilganda umumiy yuk og'irlashadi. Bunday oilalar mahallaga murojaat qilib, kommunal to'lovlar bo'yicha bir martalik yoki davriy yordam masalasini ko'tarishi kerak. 6-chi kvitansiya ko'p qavatli uylarni saqlash, ta'mirlash, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovi. Mana shu yerda juda ko'p tushunmovchilik bor. Lift ishlamaydi, podest tozalanmaydi, yerto'la suvga to'lgan, tomdan suv o'tadi. Lekin har oy uy-joy saqlash xarajati deb to'lov keladi. Bunday xizmatlar bo'yicha ham sizning huquqingiz bor. Agar xizmat ko'rsatilmasa yoki shartnomada ko'rsatilgan ish bajarilmasa, siz hisob-kitobni ko'rib chiqishni, bajarilgan ishlar ro'yxatini, smeta va hisobotni talab qilishingiz mumkin. Bu to'lov bo'yicha 2% kompensatsiya masalasi ham ayrim toifadagi fuqarolar uchun mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan shaxs, uydan chiqishi qiyin bo'lgan, keksa fuqaro yoki boquvchisini yo'qotgan oila kommunal xarajatlarni o'z hisobidan qoplay olmasa, ular yordam so'rashga haqli. Men doim aytaman. Yordam so'rash uyat emas. Bu sizning qonuniy ijtimoiy himoya huquqingiz. Birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar. Agar oilaning oylik daromadi asosiy ehtiyojlarni qoplashga yetmayotgan bo'lsa, kommunal to'lovlar alohida og'irlik qiladi. Ikkinchi toifa ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar. Agar siz shu reyestrda bo'lsangiz, ko'plab yordam turlariga yo'l ochiladi. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar va ularni parvarish qilayotgan oilalar. 4-chi toifa yolg'iz keksalar, ayniqsa farzandlari alohida yashaydigan yoki umuman boquvchisi bo'lmaganlar. 5-chi toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. 6-chi toifa ko'p bolali oilalar, ayniqsa daromadi kam bo'lsa. Kimlar xavotir qilmasligi kerak? Agar sizning daromadingiz yetarli bo'lsa, qarzdorligingiz yo'q bo'lsa, kvitansiyalar to'g'ri hisoblangan bo'lsa, ijtimoiy imtiyoz toifasiga kirmasangiz, unda to'lovni vaqtida amalga oshirishingiz kerak. Chunki asossiz to'lamaslik keyinchalik penga, ogohlantirish, xizmat cheklanishi yoki sud tartibidagi undirishga olib kelishi mumkin. Men hamma to'lamasin demayapman. Men huquqingiz bo'lsa, avval tekshirtiring, kompensatsiya talab qiling deyapman. Birinchi nozik jihat. Kompensatsiya avtomatik berilmasligi mumkin. Ko'pchilik men pensionerman, demak tizim o'zi biladi deb o'ylaydi. Afsuski, har doim ham shunday emas. Ba'zi holatlarda ariza berish kerak, hujjat topshirish kerak, mahalla xulosasi kerak. Ijtimoiy xodim uy sharoitini o'rganishi kerak. Agar siz murojaat qilmasangiz, tizim sizga yordam kerakligini bilmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qarzni to'lab yuborganingizdan keyin qaytarish murakkabroq bo'lishi mumkin. Albatta, ortiqcha to'lov aniqlansa, qayta hisob-kitob qilish mumkin. Lekin amalda odam bir nechta idoraga boradi.
ariza yozadi, kutadi. Shuning uchun katta summa kelgan bo'lsa, ayniqsa odatdagidan 2-3 barobar yuqori bo'lsa, avval tekshirtiring. Uchinchi nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichlari. Elektr, gaz va suv bo'yicha eng ko'p xato aynan shu yerda bo'ladi. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan, avvalgi oy ko'rsatkichi olinmagan, taxminiy hisoblangan yoki eski qarz yangi kvitansiyaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Sizda har oy hisoblagichni rasmga olib qo'yish odati bo'lsin. Rasmda sana ko'rinmasa ham telefoningizda saqlangan vaqt bo'ladi. Bu keyinchalik isbot sifatida yordam beradi. 4-nozik jihat propiska va amalda yashash farqi. Masalan, kvartirada 5 kishi ro'yxatda turadi, lekin amalda 2 kishi yashaydi. Yoki aksincha 2 kishi ro'yxatda, amalda 6 kishi yashaydi. Kommunal xizmatlar ayrim hollarda ro'yxatdagi odam soniga qarab hisoblanadi. Shuning uchun ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar farzandingiz boshqa viloyatda o'qisa yoki ishlasa, lekin ro'yxatda sizning uyingizda tursa, bu ham to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. 5-nozik jihat xizmat sifati. Agar chiqindi vaqtida olib ketilmasa, isitish yetarli bo'lmasa, issiq suv uzluksiz berilmasa, podest tozalanmasa, siz shunchaki shikoyat qilib qo'ymasdan yozma murojaat qiling. Og'zaki aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma ariza, ro'yxatga olingan raqam, dalolatnoma, fotosurat va video, bularning hammasi sizning huquqingizni himoya qiladi. 6-nozik jihat 100% kompensatsiya degani har doim cheksiz summa degani emas. Ba'zi yordam turlarida limit bo'ladi. Masalan, ma'lum me'yor doirasidagi iste'mol qoplanadi. Undan oshganini fuqaro o'zi to'laydi. Yoki kompensatsiya faqat ma'lum muddatga beriladi. Yoki bir martalik yordam sifatida ajratiladi. Shuning uchun menga 100% deyishdi. Demak, qancha ishlatsam ham davlat to'laydi deb o'ylash noto'g'ri. Har doim aniq tartibni mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan yozma ravishda aniqlang. 7-nozik jihat qarzdorlikni yashirmang. Ayrim odamlar qarzborligini aytishdan uyaladi. Lekin yordam olish uchun real holatni ko'rsatish kerak. Masalan, oilaning elektrdan 600 ming so'm, gazdan 900 ming so'm, suvdan 100 ming so'm qarzi bor. Umumiy qarz 1 million 700 ming so'm. Agar bu oila haqiqatan ham ijtimoiy muhtoj bo'lsa, mahalla orqali yordam ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin qarzim yo'q deb yashirsa muammo yechilmaydi. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, uy-joy xizmatlari bo'yicha oxirgi 3 yoki 6 oylik kvitansiyalarni alohida papkaga soling. Agar elektron kvitansiya bo'lsa, skrinshot qilib saqlang. To'lov qilgan bo'lsangiz, cheklarni ham yo'qotmang. Juda ko'p odamlar chekni tashlab yuboradi. Keyin men to'laganman deb isbotlay olmaydi. Ikkinchi qadam, summalarni solishtiring. Har oy qancha kelganini yozib chiqing. Masalan, yanvarda elektr 190 ming, fevralda 190 ming, martda birdan 6 ming bo'lsa, demak sababini aniqlash kerak. Gazda ham shunday, suvda ham shunday. To'satdan oshgan kvitansiya albatta tekshirilishi kerak. 3-qadam, hisoblagichlarni rasmga oling. Elektr hisoblagichi, gaz hisoblagichi, suv hisoblagichi ko'rsatkichlarini aniq ko'rinadigan qilib suratga oling. Agar plombasi bor bo'lsa, plomba ham ko'rinsin. Keyin xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilganda, "Mana mening real ko'rsatkichim" deb ko'rsata olasiz. 4-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodimga vaziyatingizni tushuntiring. Oilamizning daromadi shuncha, kommunal to'lovlar shuncha, qarzimiz shuncha. Imtiyoz yoki kompensatsiya olish huquqimiz bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'raman deb murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmasdan yozma arz berishga harakat qiling. 5-qadam, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Tuman yoki shahar darajasidagi ijtimoiy himoya organlari sizning oila holatingizni, daromadingizni reyestrga kiritilmaganingizni tekshiradi. Agar siz hali ijtimoiy reyestrga kiritilmagan bo'lsangiz, kiritish tartibini so'rang. Bu masala ko'p yordam turlariga eshik ochadi. 6-qadam, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga yozma ariza bering. Elektr bo'yicha elektr tarmoqlari korxonasiga, gaz bo'yicha gaz ta'minoti tashkilotiga, suv bo'yicha suv ta'minot korxonasiga, issiqlik bo'yicha issiqlik ta'minot tashkilotiga, chiqindi bo'yicha sanitar tozalash tashkilotiga. Uy-joy to'lovi bo'yicha boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatga murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin: menga yuborilgan kvitansiya bo'yicha hisob-kitobni tekshirib berishingizni, qarzdorlik qaysi davr uchun shakllanganini tushuntirishingizni,
mavjud imtiyoz va kompensatsiyalar qo'llanilishi mumkinligini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 7-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta nusxasi, xonadon hujjati yoki ijara shartnomasi, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, daromadlar haqida ma'lumot, nafaqa yoki pensiya hujjatlari, nogironlik guvohnomasi bo'lsa uning nusxasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, kommunal kvitansiyalar va cheklarni so'rashlari mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatni oldindan aniqlab oling. 8-qadam. Javobni yozma talab qiling. Ko'rib chiqamiz degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Arizangiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsin. Ariza raqami sana qabul qilgan xodimning ismi bo'lsin. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma so'rang. Chunki yozma rad javobi bo'lsa, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki qayta ko'rib chiqishni so'rash osonroq bo'ladi. 9-qadam. Ortiqcha hisoblangan summani qayta hisoblatiring. Agar tekshiruvda xato aniqlansa, masalan, hisoblagich noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki odam soni ortiqcha ko'rsatilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qiling. Bu sizning pulingiz. Mayli, o'tgan oy to'lab yubordim deb qo'l siltamang. Ortiqcha to'lov keyingi oylar uchun oldindan to'lov sifatida o'tkazilishi yoki belgilangan tartibda qaytarilishi mumkin. 10-qadam. Oilaviy byudjetda kommunal nazorat daftarini yuriting. Juda oddiy daftar oching. Har oy elektr ko'rsatkichi, gaz ko'rsatkichi, suv ko'rsatkichi, kelgan summa, to'langan sana, chek raqamini yozib boring. Bu oddiy ishdek tuyuladi, lekin katta nizolarda sizni himoya qiladi. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Bir oilada har oy elektr uchun 1,1 ming so'm kelgan. Bir oyda 7 ming so'm chiqdi. Oila qo'rqib ketgan, lekin darhol to'lamagan. Hisoblagich rasmi bilan elektr korxonasiga borgan. Ma'lum bo'lishicha, ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan. Qayta hisob-kitobdan keyin summa 1,2 ming so'm bo'lgan. Agar ular shoshilib to'lab yuborganda, keyin qaytarish uchun oylar davomida yugurishi mumkin edi. Yana bir holat. Yolg'iz yashovchi pensioner ayolning gazdan qarzi 1 million so'mdan oshgan. U avval uyalgan, hech kimga aytmagan. Keyin mahallaga murojaat qilgan. Uy sharoiti o'rganilgan. Ijtimoiy yordamga muhtojligi tasdiqlangan. Qarzdorlikni qoplash bo'yicha yordam ajratish masalasi ko'rib chiqilgan. Bu yerda asosiy narsa vaqtida murojaat qilish. Yana bir misol, ko'p qavatli uyda yashovchi fuqaro boshqaruv kompaniyasiga har oy to'lagan. Lekin lift doim buzilgan, podez tozalanmagan. U yozma ariza bilan bajarilgan ishlar hisobotini so'ragan. Shundan keyin kompaniya kamchiliklarni bartaraf qilishga majbur bo'lgan. Demak, kvitansiya faqat to'lov qog'ozi emas. U xizmat ko'rsatilishi kerakligini ham bildiradi. Siz pul to'layapsizmi? Demak, xizmat talab qilishga haqlisiz. Demak, elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi va uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiya kelsa. Ayniqsa siz kam ta'minlangan oila, ijtimoiy reyestrdagi fuqaro, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz pensioner, boquvchisini yo'qotgan oila yoki ko'p bolali oila bo'lsangiz, to'lashdan avval albatta tekshirtiring. Sizda imtiyoz, subsidiya, qayta hisob-kitob yoki 100% gacha kompensatsiya olish huquqi bo'lishi mumkin. Men yana bir bor ta'kidlayman, asossiz to'lovdan qochmang, lekin huquqingizdan ham voz kechmang. Kvitansiyalarni yig'ing. Hisoblagichlarni suratga oling. Mahallaga va ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan yozma izoh talab qiling. Shunda siz ortiqcha to'lovlardan saqlanasiz va qonuniy yordamni olish imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz. Agar sizda ham kommunal kvitansiyalar bo'yicha shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi xizmat bo'yicha summa oshib ketdi? Qayerga murojaat qildingiz? Natija qanday bo'ldi? Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir oxirgi pulini asrab qoladi.